O'zbekistonda dollar borlarga tezkor xabar. 5-noyabr sanasidan boshlab dollar kursida keskin o'zgarish. Fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 5-noyabr kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra rubl kursi 0.09 so'mga pastlab 147.70 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 41.73 so'mga tushib 13744 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 21.71 so'mga pastlab 11950 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda.